Salom. Hozir ayollik energiyasini uyg'otish bo'yicha meditatsiya qilamiz. Men boshlayman deb aytishim bilan ko'zlaringizni yumib tasavvur qilasiz. Tasavvur qilib ko'zingizni oching deganimda ochasiz. Boshladik. Agar ulgurmasangiz pauza qilib yoki orqaga qaytib boshqatdan boshlang. Ayollik energiyasini uyg'otish praktikasi amaliyoti. Ko'zingizni yuming. Chuqur nafas oling va chiqazing. Yana bir marta chuqur nafas oling, chiqazing. Tanangizni his qiling. Oyoq ostingizdagi yerni his qiling. Tasavvur qiling, siz oyoq yalang dalada, gullar ochilib yotgan, xuddi Krasnogorsk dalasidek qizil gullar, oq gullar ochilgan dalada, vodiyda yurib ketyapsiz. Vodiy gullar bilan qoplangan, hamma yoq yam-yashil. Oyoq yalang yuribsiz. Yer taftini his qiling. Oyoqlaringiz bilan yerning sokin iliqligini, kuchini, qudratini his qiling. Yer har kuni jonzotlar, o'simliklarni yaratgani kabi sizning tanangizni ham, qalbingizda, ichida ham bir nimadir yaratayotganini his qiling. Bu nurga aylanib qalbingizni, yuragingizni to'ldiradi. Tanangizdan ildizdek sochilib hamma yoqqa tarqaladi. Nur sizni yer bilan, olam bilan chuqur bog'lamoqda, kuchliroq bog'lamoqda. Siz yerga yanada qattiqroq turasiz, mustahkam turasiz. Sokin ildizga o'xshab nur hamma butun tanangizni qoplaydi. Chuqur nafas oling, his qiling. Bir nur bilan tanangizdan chiqayotgan har bir ildizdek tarqalayotgan nurlar yerga o'tib, oyoqlaringiz orqali yerga o'tib, yerning kuchi bilan bog'lanmoqda. Iliqlikni his qiling. Yengil iliqlik. Ana endi kuchli to'lqin kelmoqda. Tovonlaringizdan butun tanangizga o'tadi. Oyoqlaringizdan qorningizga o'tadi. Qorningizga yetganda kuchli to'lqin paydo bo'ladi. Nur to'lqini, iliqlik, issiq bir narsa paydo bo'ladi. Bu ayollik kuchingiz qorinda paydo bo'ladi. Bu kuch yanada yorug'lanadi va qorindan ko'krak qafaslaringizga, yelkangizga, qo'llaringizga va peshonangizga o'tadi. Va ko'krak qafasingizdan peshonangizga o'tganda yana bir kuchli to'lqin paydo bo'ladi. Tanangizning har bir hujayrasi qaytadan tug'ilayotganini his etasiz. His qiling. Tanangiz qaytadan tug'ilmoqda. Olov bo'lib.